o'tgan maktab. Bu yerda men 4 yil o'qiganman. Bu yil hech kim kelmadi maktabimizga. Sabab bolalar sababi opani o'ldirib olay. Bu yerlar qimmatli. Sabab bu yil men buni ijaraga oldim. Shuning uchun o'quvchilar kelmayapti. Ya'ni ular ota-onalari bu yil qo'yishmayapti. Skeletlamaktabi aslida haqiqiy skeletimiz shunday. Tak bola hozir mana golemlar ro'zidan ketadi. Mana bola skeletlar maktabi. Даже skeletni parkur bilmaydi kim aytdi? Bitta skelet maskan o'rniga kimdir aytdi. Endi skelet maskan. Chunki hozir yana biron kim kelib qolsa, siz asosiy o'yinchimiz deydi-da. Nima bo'ldi, men donlarimga men asosiy o'yinchiligimni aytmaganman. Shunchaki maslahat qildim. Ammo nima qilaman? Skelet bilmagansiz, skeletni maktabga qo'yman degan emas, to'g'rimi? Kimdir ko'rayotganmiz. Ishqilib hech kim ko'rmayaptimi? Kimdir ko'rayotganmiz. Bola men nimaga bitta o'zim video olyapman? Chunki Shazimjon aytganimdek u skeletlar maktabini yomon ko'radi. Atigi 2 yil o'qib keyin tashlab ketgan. Men esa oxirgacha o'qiganman. Parkurlar jonimga tegadi. Ne bilan men sabab staklab skelet boshqalarga. Men axir asosiy o'yinchiman. Menga hamma narsa mumkin-ki bo'ldi. Oddiy skelet bilan vizor skelet. Bitta vizor skelet bo'lishi ham o'rgatishadi bo'ldi ikkinchi kursda. Ikkinchi kursgacha men nimaga bu yerga keldim deb so'rashingiz mumkin. Sabab bola men bu yerga kelishimdan maqsad avvalgidek yaxshi ot olmayapman. Yaxshi ot olmayapman. Turishlarga yaxshi qildim, o'qiyapman. Anchadan beri maktabga ham kelmaganimga 2 yil bo'lgan bo'ldi. Ko'taramiz. Bola sakradi. Qo'y o'ldirishdan ma'no yo'q. Shuning uchun tezroq bo'ldi skeletlar maktabiga kiraylik. Anchadan beri skeletlar maktabiga kelmaganimga ancha bo'ldi. Pastki qavatlarda nima bo'lsa o'chadi, pastki qavatlarda ham bo'ldi. Skeletlar maktabida vizor skelet bo'lishi o'rgatadi, oddiy skelet bo'lishi o'rgatadi. Juda ko'p narsa. Ovqatni maktabga kirishadi. Ovqat olib kelmasman. Endi qorin ochsa ham bo'ldi. Bir kunga men 2 kunga javob olaman. Bugun hozirdan boshlanadi. Unda kamolamiz yo'q. Bir soat. Mana bola ketdik birinchi mashq ko'rsatmaslarga. Ular ham o'zingizni telefoningizni sinab ko'ring. Skelet bo'lish yaxshi. Birinchiga boshlanishiga mana ularni otib o'ramiz. Точный o'shiga mo'ljallaymiz. Hop. Yo'q, bo'yniga tegdi. Mana aytyapmanki, zreni pastmi yoki anchadan beri kelmayotganiga. Oh my god, o'ylasa tegdi. Mana ikkita qo'lga otish kerak. Chunki bilmadim, menga shuni o'rgatishgan. Sababini aytishmagan. Bo'ldi. O'qlarni terib olaman. O'q bu yaxshi. O'q bilan strik
birinchi marta kelganimda o'ta ko'p ma'ruza eshitganman bo'ldi, chunki sabab kamonda o'tish yo'lga tushgan, kamon bilan yo'lga tushgan keldi bo'ldi. Endi ikkinchisi qani ha bo'ldi teysa bo'ldi, endi betiga teysa bo'ldi. Yaxshi tegyapti. Hali men anetdagi tomgan chiqib ko'raman bo'ldi. Endi bola sariq qiladi. Videoni temadan bilmadim. Videoni ko'rayotganda o'z bo'yli tiyda yo'q sevmadi. O dedim. Paço, valide paço. Negadir uni faqat so'ngga tegadi. Zireni fark bo'lyapti. Endi bola sariqdan qiziliga o'tadi. Skeletlar maktabida 4 yil o'qiganman. Shuning uchun yaxshi o'tyapman. Даже shunchaki skelet bo'lmoqchi edim. Ko'ndi yuradigan skelet. Kim biladi ko'ndi yuradigan skelet nuqul asab zo'ri. Nimagadir qizilga o'tadi. O deydi shuncha. Agar mana shuni kallasiga o'q deyishganda vapshi bo'lardi. Даже biz kelganimizda kim bo'lasan deb so'rashgan. Men shunchaki ko'ndi yuradigan skelet bo'lmoqchiman dedim. Shuning uchun shunchaki o'taman. Agar u eplab bo'lmaydigan skeletlardan bo'lmoqchiman desa faqat kallaga o'tish kerak edi. Bunaqa 7 yil o'qirdim, keyin o'zim tushganim. Nu bola o'qini o'qiydi 17 ta bo'ldik. Meni maqsadim 50 ta bo'lish. Shu iltimos buni do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Asosiy o'yinchilar ba'zi harakatlarida agar 7 yillik o'quv ta'limga kirganimda asosiy o'yinchilarni oldiga yuborishardi. Lekin unchalik hech kim xohlamaydi. Kim ko'rgan kichkinagina skeletchilarga o'qizyapti. Hech kim, chunki hech qaysi bir ota-ona u asosiy o'yinchini oldiga borishmaydi. Birdaniga chunki sabab asosiy o'yinchilar birdaniga skeletga ketdi. Endi biz bola tomda o'qiymiz. Birorta tigit bo'lsa bo'ladi. Bir kun ham testga aydi. Shuni oldim endi islaman. Bilaman. Bu tom prostek qo'yilmagan. Endi mashqdan tekshirishim kerak. Skeletlar maktabi. Oh, bitte stehen. Oh my god. Stehen. Ne bu yapıyor? 3 gün bekleyelim. Gerçekten. Üç testi gitti oldu. Bunları yapalım. Bir böyle kendisi bu bitti. Kemal bölümü okullarından yok atışıyor. Bunu sindirmesi skeletler bu Kemal bölümü öğrendiler. Mashq qilganman. Chunki sababini oldiga borib qo'yganman yoki bilmasdan uxlab qo'yganman. Bo'lmaskan ekan.
Çünkü biz yeni olduğumuz ana vallahi vetten ne bileyim aşağıda vallahi sizler bana şu parkurdan ana yurtta sandığı var etti gün oraya günlü olup sakra kurup günlü olup sakra kurup bizde sakra yana sakra yana sakra yana sakra bana şuradan burnu oluşturuyor Betul'da çok kişi bacarısı geliyor lakin bolla tutuşlarımızda tamam iskelet oluşuyor Zaran iskelet kır Opsiyona Lavada çömüldüm Amma aile bolla birkimaz birkini eplab qo'yadi No bolla kelinglar boshqa shortlarni ham ko'ramiz Mani qornim to'q hozircha qo'yaylik bu videoda ko'p ko'rishgan man mektubda ko'p yil o'qiganman iskeletlar parkurni bilish kerak qanaqa ahvoli bola iskeletlar parkurni bilsa nima bo'lishini kimdir biladi da bola hamma biladi o'ta ko'p kishi masalan parkurli joyga borsa iskeletlar parkur qilsa bas Minecraft bilib ketardi lekin bizga shuni o'rgatishgan lekin bizni iskelet asosini shunday bo'lsa hop Vallahi sizlar iskeletlar maktabida qatnashishni istasanglar yozib qoldiringlar. Qo'lyapman bo'ldi. Mayli bola yana 2 kun vaqtimiz bor. Lekin video to'xtaydi. Video to'xtatadi. Bola mana Minecraft'ga kiryapti. Qachon bitiradi endi? Ayta to'xtagandek bo'ldi. Biz kelayotgan mana qo'yib bo'ldi. Ularga qarshi damlamaya bo'ldim. Chunki menga kelganda ularga qarshi damlayadi. Endi yaxshi iskeletlar yo raqm keladi yo raqm kelarkan bo'ladi o'chiq agar o'zlashdi damlam bo'lmasa albatta to'xtaladi endi betiga qanday qilib bo'ldi